o'zidan oldin qorni ko'rinar. Salom piyminga o'xshab yalpayganlarga, eng jozibali, eng go'zal ayol. Salom berdik qorinlari qappayganlarga. 9 oy 9 kun taksi ko'zlari, ertalabdan ko'ngillarni aynashlaricha, tushda ko'rganida yegisi kelar, soch o'sganda jig'ildonni qaynashlaricha. Biri yorin maykasin hidlab yotadi, ikkinchisi ko'rishga ko'zim yo'q deydi. Xolodilnik to'la har xil ovqatlar yo'q, u borib qo'shnisin ovqatdan yeydi. O'zi do'mbillab ketgan, lek ko'ngli nozik. Salgina gapirsang og'ringan ular. To'g'ri tushuninglar, ey azizlarim, qorni bilan uxlashni sog'ingan ular. Biri qishda kal shaftoli yegisi kelgan, yemasa bolasi kal bo'lib qolarmish. Shu paytda erjonlar chuqur xo'rsinib, nimalar qilib qo'ydim deb o'ylab qolarmish. Do'mbira hijolat 9-oy. Ko'z uyquga to'ymay mudrab yuradi. Oyoq jonivar ishib ketgandan 41-razmerni sudrab yuradi. Eng go'zal ayol homilador ayol. Dangasa bo'lsin, mayli shalpayib yursin. Kim niyat qilsa, kim havas qilsa, ilohim qorni qappayib yursin.